Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun navbatdagi xonadonimizda 150 kvadratli utuplonli zakritka yo'limizni o'rnatib ustanovka qilib berdik. Dimoxodlarimizni 6 metr holatda chiqarib berdik. 7 ta har xil turdagi radiatorlarni ustanovka qilib berdik. 2 ta hammomlarda tepli pollari bilan 2 etажdan iborat podval va quyi qismida hozir graduslarimiz 70 gradus qo'ydik. Yonishlari o'tin bilan isitaniya qilib yurgizib berdik. Hop. Shu holatda 60 ga qo'yib o'chirib qo'ydik. Shunaqangi xizmatli kerak bo'lsa, aka-uka santexnik kanalimizga bemalol aloqa chiqarasizlar. Oldindan rahmat.